Diqqat! Chalg'ituvchi dunyoda muvaffaqiyat sirlari. Kel Newport. Elektron pochta-yu ijtimoiy tarmoqlar. Qo'yingki, barcha aloqa vositalari diqqatimiz, e'tiborimiz va vaqtimiz o'g'risiga aylandi. Chalg'imay bir ish qilish og'ir bo'lib qolgan chalg'ituvchi dunyoda qanday qilib muvaffaqiyat qozonish mumkin? Nima qilsak, sarflagan har bir vaqtimiz o'zimizga kattaroq foyda bo'lib qaytadi? Nima qilsak, ishimizning sifati va unumi ortadi? Nega ayrim muvaffaqiyatli insonlar o'zini aloqa vositalaridan uzoq tutishga urinadi? Bu kabi savollarga Massachusets Texnologiyalar instituti professori Kel Newport o'z tajribasi va kuzatuvlari asosida javob beradi. Jamlangan diqqat samarali ishning muhim quroli. Uni boshqarish esa oson emas. Bu kitobni o'qib sershovqin dunyoda halovat topish va ayni damda muvaffaqiyat qozonishni o'rganasiz. Birinchi qism. Kirish. Sen Gallenning Shvetsar kantonida, Syurix ko'lining shimoliy qirg'og'i bo'ylarida Bollingen nomli qishloq bor. 1922-yilda psixiatr Karl Jung o'ziga uzlatxona qurish uchun aynan shu joyni tanladi. U qurilishni o'zi minora deb atagan 2 qavatli tosh uydan boshladi. Hindistonga sayohati chog'ida uylarda meditatsiya uchun maxsus ajratilgan xonalarni ko'rgandi. U yerdan qaytgach, shaxsiy ofis uchun binoni kengaytirdi. Xosxonamda yolg'iz bo'laman. U yerning kaliti doim yonimda. Ruxsatimsiz pasha ham uchib kira olmaydi, derdi Jung o'z xonasi haqida. O'zining kundalik rituallar kitobida jurnalist Mason Carey Jungning minoradagi o'ziga xos mehnat tarzi borasida turli-tuman manbalarni keltirgan. Uning aytishicha, Jung tong soat 7 da uyqudan turar. Baquvvat nonushtadan so'ng o'z xonasida 2 soat davomida hech narsaga chalg'imay yozardi. Tush payti esa meditatsiya bilan shug'ullanar yoki atrofdagi qishloqlarga sayr qilardi. Minoraga elektr simi tortilmagani bois kun o'z o'rnini tungi bo'shatib berar chog'da moychiroqlardan nur, kamindan issiqlik tarala boshlardi. Jung odatda soat 10 da uyquga yotardi. Bu minorada orom olish va yangilanish hissi boshidan kuchli edi, derdi u. Garchi Bollingen minorasi orom olish maskani sifatida odamni o'ziga jalb qilsa-da, Jungning ish faoliyati nuqtai nazaridan qarasak, ko'lbo'yga uzlatga chekinish ishdan qochish emas edi. 1922-yili bu mulkni sotib olgach, uning ta'tilga chiqishga mablag'i ham qolmadi. Atigi 1 yil oldin, 1921-yili u Psixologik turlar kitobini nashr qildirdi. Bu kitobda Jung va uning do'sti ustozi Sigmund Freud g'oyalari o'rtasidagi kattarib kelayotgan tafovutlar jamlangan edi. 1920-yillarda Freudga qarshi chiqish katta jasorat edi. O'z kitobini yanada boyitish uchun Jung fikrlarini tiniqlashtirishi va keyinchalik o'zi asos solgan ta'limot nomiga aylangan analitik psixologiyani dastaklovchi o'tkir maqola va kitoblar yozishi kerak edi. Jung Syurixda ma'ruzalar va konsultatsiya amaliyotlari bilan band bo'lardi, ammo u shu bilan kifoyalanmay, insondagi anglanmaganlikni tadqiq etishni istardi. Ammo bu maqsad chuqur va puxta mulohaza yuritishni taqozo qilardiki, shahardagi olatasir hayot tarzi ko'pincha bunga imkon bermasdi. Jung Bollingenga o'zining kasbiy faoliyatidan qochish uchun emas, balki uni yanada yuksaltirish uchun chekingan edi. Karl Jung 20-asrning eng ta'sirli mutafakkirlaridan biriga aylandi. Albatta, uning muvaffaqiyatli bo'lishi sabablari ko'p, ammo qo'lingizdagi kitobda men uning yutuqlarida muhim rol o'ynagan, u astoydil bajargan quyidagi ko'nikmaga diqqat qaratmoqchiman. Teran ish. Hech narsaga chalg'imasdan, bor aqliy imkoniyatni ishga solgan holda chuqur diqqat bilan bajarilgan ishdir. Bu ish bebaho qiymat hosil qiladi. Mahoratingizni oshiradi va uni har kim ham bajara olmaydi. Teran ish intellektual qobiliyatingizni oxirgi qatrasigacha ishga solishni taqozo qiladi. Psixologiya va neyrologiyada yillar bo'yi olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan bilamizki, teran ish bilan birga kechadigan aqliy taranglik ham mahoratingizni oshiradi. Boshqacha aytganda, teran ish 20-asr boshlaridagi akademik psixiatriya singari chuqur mushohada talab qiladigan sohada zarur bo'lgan faoliyat turi edi. Teran ish atamasini o'zim qo'lladim. Karl Jung o'z ishini bunday atamagan bo'lsa-da, uning faoliyat tarzi teran ish nimaligini uqqan kishinikidek edi.
Yung o'z kasbiy faoliyatida teran ishlash uchun kuch va mablag' sarflab, o'rmonda toshdan minora barpo etdi. Bu Yungni kundalik doimiy mashg'ulotlardan ayirib qo'ydi. Mason Karri yozishicha, Yungning Bollinggenga qilgan muttasil safarlari klinikadagi ishlari uchun vaqt qoldirmasdi. Unga ishonib kelgan bemorlari ko'p bo'lsa-da, Yung qo'l siltab ketishdan hech uyalmasdi. Teran ish garchi qo'shimcha mas'uliyatni anglatsa-da, uning dunyoni o'zgartirish borasidagi maqsadlari uchun o'ta zarur edi. Darhaqiqat, agar siz uzoq va yaqin tarixda yashab o'tgan boshqa kuchli ta'sirga ega shaxslarning hayotini o'rgansangiz, teran ishga sodiqlik keng tarqalganiga amin bo'lasiz. Masalan, 16-asr yozuvchisi Mishel de Montaignening fransuz qo'rg'oni tosh devorlarini ko'rib turgan janubiy minoradagi shaxsiy kutubxonasida ishlashi bir qarashda Yungni esga soladi. Mark Twain Tom Sawyerning sarguzashtlari asarining katta qismini o'zi yozni o'tkazadigan Nyu-Yorkdagi Kvari fermasidagi hujrada yozgan. Twainning ijodxonasi asosiy uydan shunchalar ayro ediki, oilasi uni ovqatga chaqirib olish uchun ancha ter to'kishga to'g'ri kelardi. Zamonlar osha biroz siljib, ssenariynavis va rejissyor Woody Allenni eslaylik. U 1969-yildan 2013-yilgacha bo'lgan 44 yil mobaynida 44 ta filmning ssenariysini yozib suratga oldi va 23 ta Akademiya nominatsiyasi mukofotiga sazovor bo'ldi. Aql bovar qilmas san'atkorona mahsuldorlik. Ushbu davr mobaynida Allenning kompyuteri bo'lmagan. Uning o'rniga elektron chalg'ituvchilardan xoli holda nemislarning Olympia SM3 markali yozuv mashinasidan foydalangan. Bu borada Allenga sherik bo'lganlardan yana biri nazariyotchi fizik Peter Higgs edi. U ham jamiyatdan ajralgan holda ishlagan. Hatto Nobel mukofotiga loyiq ko'rilganda jurnalistlar uni topa olmay sarson bo'lgan edi. Garchi Garri Potter romanining yozilish davri texnologiya taraqqiyoti keng quloch yoygan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, uning muallifi J.K. Rowling ijtimoiy tarmoqlardan anchagina olisda bo'lgan. Rowling jamoasi nihoyat 2009-yil kuzida yozuvchi tasodifiy bo'sh joy asari ustida ishlayotganda uning nomidan Twitterda sahifa ochib yurita boshladi va dastlabki 1,5 yil davomida qo'yilgan yagona post shunday edi. Bu haqiqatan menman, lekin afsuski bu yerda ko'p yoza olmayman, chunki hozirda men uchun qalam va qog'oz afzal. Teran ish albatta tarixiy shaxslar yoki texnofoblargagina xos emas. Microsoft kompaniyasi bosh ijrochi direktori Bill Gates yilga 2 marta tafakkur haftaligiga vaqt ajratar. Hafta davomida o'zini hamma narsadan ajratib qo'yar. Ko'pincha ko'l bo'yidagi yozgi hovlisida vaqtini o'qish va katta g'oyalar haqida fikrlashga bag'ishlardi. Aynan 1995-yilda tafakkur haftaligi mobaynida Gates Microsoftning e'tiborini Netscape Communications nomli endi tanila boshlagan kompaniyaga qaratgan mashhur internet porttanasi memorandumini yozib tugatdi. Ajabki, internet asri tushunchasini shakllanishiga yordam bergan taniqli kiberpunk yozuvchi Neil Stephenson bilan elektron tarzda bog'lanishning deyarli iloji yo'q. Chunki uning veb-saytida elektron pochta manzilini emas, balki nima sababdan u ijtimoiy tarmoqlardan unumli foydalanmasligi haqidagi esseni uchratasiz. Neil bunga quyidagicha izoh beradi. Agar men hayotimni shu tarzda qursam, ishlashga uzoq va uzluksiz vaqtim bo'lsa, romanlar yozishim mumkin. Biroq bezovta qilaverishsa nima yozaman? Barhayot roman o'rniga kimlargadir jo'natgan bir dasta elektron pochta xatlarim qolmaydimi? Boshqalarga ta'sir o'tkaza oladigan shaxslar orasida teran ishning ko'p uchrashini alohida ta'kidlash lozim. Chunki shunda ularning ish tarzi hozirgi zamonaviy aqliy mehnat kishilarining, ya'ni teran ish ahamiyatini unutayotgan qatlamning ish tarzidan qanchalar farq qilishi yaqqol ko'rinadi. Aqliy mehnat xodimlarining teranroq ishlashga bo'lgan layoqati so'nishiga yaxshi bahona o'ylab topilgan. Aloqa tarmoqlari. Bu elektron pochta va SMS aloqa xizmatlari, Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan tortib, Buz, BuzzFeed va Reddit singari axborot ko'ngilochar veb-saytlar to'plamini qamrovchi keng ma'noli tushunchadir. Umuman olganda bunday aloqa tarmoqlarining taraqqiyoti ularga aqlli telefonlar va kompyuterlar orqali istalgan joy va vaqtda bog'lana olish imkoniyati aqliy mehnat xodimlarining diqqatini bo'lib yubordi. 2012-yilgi McKinsey tadqiqotlari natijalariga ko'ra, hozirda bitta aqliy mehnat kishisi
o'rtacha ish haftasining 60%ni elektron axborot almashish va internet qidiruvlariga sarflar ekan. Ish vaqtining qariyb 30% esa birgina elektron xatlarni o'qish va javob qaytarishga ketar ekan. Bunday bo'lingan e'tibor uzoq vaqt sokin tarzda aql ishlatishni talab qiladigan teran ishga imkon qoldirmaydi. Shu bilan birga zamonaviy aqliy mehnat xodimlari ishlashdan ham qochayotgani yo'q. Aslida ular o'zlarini juda band kishilar deb biladi. Oradagi tafovutni nima izohlaydi? Buni teran ish g'oyasining tamomila aksi bo'lmish boshqa bir turdagi mehnat orqali izohlash mumkin. Sayoz ish. Aqliy zo'riqish talab qilmaydigan, logistik xarakterdagi, ko'pincha chalg'ishlar bilan ham bajariladigan ish. U katta qiymat hosil qila olmaydi va uni har kim eplashi mumkin. Boshqacha aytganda, tarmoq vositalari asrida aqliy mehnat xodimlari teran ishni tobora sayoz muqobiliga aylantirib bormoqda. Xuddi tarmoq routerlariga o'xshab uzluksiz ravishda elektron xatlar jo'natadi va qabul qiladi. O'sha chalg'ituvchi vositalarga qisqa vaqt kirib chiqish uchun tez-tez chalg'iydi. Teran tafakkur talab qiladigan ishlar, yangi biznes strategiyani ishlab chiqish yoki katta grant olish uchun loyiha yozish kabi salmoqli ishlar bunday sharoitda chalkash, parokanda bo'lgan, sifatda xira tortgan samarani beradi. Bundan ham yomoni yuzaki ishlashga berilish ortga qaytmas jarayon ekanligini ko'rsatuvchi dalillar ko'payib bormoqda. Sayoz ishlab vaqtingizni o'tkazib bora-bora teran ishlashga bo'lgan layoqatingizni umrbod yo'qotasiz. Internet mening diqqat jamlash va mulohaza qilish qobiliyatimni susaytirmoqda va men bu borada yolg'iz emas ekanman, deya tan oladi jurnalist Nicholas Carr o'zining 2008-yili Atlantikda chiqqan tez-tez tilga olinuvchi maqolasida. Carr o'z mulohazalarini Pulitzer mukofotining finaliga chiqqan Sayozlar kitobida yanada kengaytirdi. Sayozlar asarini yozish uchun Carr Qulbaga ko'chib o'tib, aloqadan batamom uzilishga to'g'ri keldi. Tarmoq vositalari ishimizni teranlikdan sayozlikka tomon tortayotgani yangilik emas. Sayozlar internetning miyamizga va ishlash tarzimizga ta'siri haqidagi so'nggi vaqtlarda chiqqan kitoblar orasida birinchisi edi. Keyingi kitoblar sirasiga William Powersning Hamletning Blackberry'si, John Freemanning Elektron pochta zulmi va Alex Sojun Kim Panning parishonxotirlikka mubtalolik asarlari kiradi. Ularning barchasida tarmoq vositalari bizni uzluksiz diqqat talab qiladigan ishimizdan chalg'itishi, ayni chog'da diqqatimizni susaytirishi haqida so'z boradi. Mavjud dalillarning yetarliligini hisobga olgan holda men ushbu kitobda uni yana qayta asoslashga vaqt sarflamoqchi emasman. Umid qilamanki, tarmoq vositalarining teran ishlashga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatishi borasida yakdil bo'la olamiz. Shuningdek, bu o'zgarishning ijtimoiy oqibatlari haqidagi davomli bahslardan ham tiyilaman. Chunki bunaqa bahslar boshi ber ko'chaga yetaklaydi. Munozaraning bir tarafida Jaron Lanier va John Freeman kabi texnospektiklar bunday tarmoq vositalari hozirgi holatda kamida jamiyatga zarar yetkazishidan tashvish chekayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafda Clive Thompson singari texno-optimistlar ularning jamiyatni qay darajada rivojlantirayotgani haqida bong urmoqda. Misol uchun, Google xotiramizni susaytirishi mumkin ekan. Ammo endi kuchli xotiraga zaruriyatning o'zi yo'q. Chunki hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni undan osongina qidirib topishimiz mumkin. Bu falsafiy munozarada taraf olmayman. Bu masalaga bo'lgan qiziqishim yanada pragmatik va individual jihatga yo'nalgan. Sayozlikka tomon siljayotgan ishlash madaniyatimiz falsafiy jihatdan xoh ijobiy, xoh salbiy bo'lsin, bu oqimga qarshi suzayotgan ozchilik uchun katta iqtisodiy va shaxsiy imkoniyatlarni ochib beryapti. Bu imkoniyatdan yaqinda yosh lekin allaqachon ishidan zerikkan virjiniyalik moliyaviy maslahatchi Jason Ben samarali foydalandi. Iqtisodiyotimizda qadrsiz ekanligingizni anglash uchun ko'pgina usullar mavjud. Moliyaviy maslahatchi sifatida ish boshlaganiga ko'p o'tmay turib, zimmasiga yuklatilgan vazifalarning asosiy qismi Excel orqali avtomatik bajarilishi mumkinligi Jason Benga saboq bo'ldi. Benni yollagan firma keng qamrovli bitimlarda ishtirok etayotgan banklar uchun hisobot tayyorlardi. Ben suhbatlarimizning birida bu ish ancha qo'shtirnoq ichida qiziqarli tuyuladi deb hazillashgandi. Hisobot tayyorlash jarayoni bir necha soat davomida Excel elektron jadvallar to'plamiga ma'lumotlarni kiritishni talab etardi.
U ishga ilk kelgan paytda bitta hisobot ustida ishlashga 6 soatcha vaqt sarflardi. Firmaning eng tajribali xodimlari esa ushbu vazifani yarim soatga qolmay bitirardi. Bu esa Benga unchalik to'g'ri kelmadi. Menga o'rgatilgan usulda jarayon juda murakkab va ko'p mehnat talab qilardi, eslaydi Ben. U Excel dasturining foydalanuvchilariga umumiy vazifalarni avtomatlashtirishga imkon beradigan makros deb nomlangan xususiyati borligini bilib oldi. Shu mavzudagi maqolalarni o'qigach, tez orada Excelda yangi ishchi sahifani ochib, u bilan ma'lumotlarni kiritishning 6 soatlik jarayonini bitta tugmachani bosish bilan almashtirish mumkin bo'lgan buyruqlar ketma-ketligini ishlab chiqdi. Avvallari hisobot yozish uchun butun ish kuni sarflangan bo'lsa, endilikda bunga 1 soatdan kamroq vaqt ketardi. Ben nufuzli Virjiniya universitetining iqtisod yo'nalishini tugatgandi. Aqlli yigit edi va ko'pchilik singari yorqin karyeraga umid qilayotgandi. Lekin asosiy professional mahorati Excel orqali osongina qo'lga kiritilishini anglab yetgach, maqsadlari puchga chiqishi mumkinligini tushundi. Shuning uchun ham u dunyoda o'z qadr-qimmatini oshirishga qaror qildi. Bir qancha izlanishlardan so'ng yakuniy xulosaga keldi. Oilasiga elektron jadvalchi bo'lib emas, balki kompyuter dasturchisi sifatida ishlashga qaror qilganini aytdi. Ko'pincha bunday katta rejalarda kichik muammolar ham uchrab turadi. Jason Ben dasturlashni umuman bilmasdi. Kompyuter mutaxassisi sifatida tasdiqlashi mumkinki, kompyuterlarni dasturlash juda og'ir ish. Bu ishga kirishganlar boshlang'ich bilimlarni egallash uchun 4 yillik kollej ta'limini oladi. Shunga qaramay, eng yaxshi ish joylari uchun raqobat ayovsiz. Jasonning esa bunga umuman vaqti yo'q edi. Excel dasturining imkoniyatidan xabar topgach, moliyaviy firmadagi ishidan bo'shab, keyingi qadamni qo'yishga tayyorgarlik ko'rish uchun uyiga qaytdi. Uning aniq rejasi borligidan ota-onasi mamnun bo'lsa-da, o'g'illarining uyda uzoq o'tirib qolishidan tashvishda edilar. Shu bois Ben nima qilib bo'lsa ham murakkab dasturlash tizimini tez o'zlashtirib olishi zarur edi. Aynan shu yerda Ben aksar aqliy mehnat xodimlarining yanada yuqorilashiga to'sqinlik qiladigan muammoga duch keldi. Kompyuterda dasturlash kabi murakkab malakani egallash chalg'ishlarsiz, ishga diqqat bilan aqliy yondashishni talab qilardi. Diqqatni jamlashga bo'lgan o'sha ehtiyoj Karl Jungni Tsyurix ko'li bo'yidagi o'rmonlarga yetaklagan edi. Bu vazifa boshqacha aytganda teran ishdir. Ko'plab aqliy mehnat xodimlari teran ishlashga bo'lgan qobiliyatini yo'qotgan va Ben ham dastlab bundan mustasno emasdi. Internetga tez-tez kirib, elektron pochtamni tekshirar edim. Bundan o'zimni tiya olmasdim. U men uchun xuddi bir majburiyatdek bo'lib qolgandi, deydi Ben o'zining moliyaviy ishidan ketguncha bo'lgan hayotini tasvirlab. O'z mushkulotini yanada chuqurroq tasvirlash uchun Ben moliya firmasi noziri unga bergan loyiha haqida menga gapirib berdi. Ular mendan biznes reja tuzishimni talab qilishdi, deya tushuntirdi u. Ben biznes rejani qanday yozishni bilmasdi. Shuning uchun 5 xil mavjud namunaviy rejalarni topib o'qishga qaror qildi. Ya'ni boshliqlarga nima kerakligini tushunish maqsadida ularni taqqoslab, solishtirib ko'rdi. Bu juda yaxshi fikr edi, lekin u ancha qiynaldi. Diqqatimni umuman jamlay olmasdim. Shunday kunlar bo'ldiki, deyarli har bir daqiqani, aniqrog'i 98% vaqtimni internetdan ma'lumot izlab o'tkazardim. Davom etdi Ben. Afsuski, biznes reja loyihasi, ya'ni karyerasining boshida o'zini ko'rsatish imkoniyati bir chetga chiqib qoldi. Ishidan bo'shaguniga qadar ham Ben diqqat jamlab ishlay olmasligini yaxshi bilar edi. U dasturlashni o'rganishga kirishganida teran ishlashni ham o'rganishi kerakligini tushunardi. U qo'llagan usul keskin ammo samarali edi. Men kompyutersiz faqat darsliklar, yozuv qaydnomalari va rangli qalam bo'lgan xonaga kirib, ichkaridan qulflab oldim. U kompyuter dasturlash haqidagi darsliklarni mutolaa qilib, kerakli joylarini ostiga chizib, fikrlarini kartochkalarga yozar. Keyin ularni baland ovozda qaytarardi. Dastlab elektron vositalardan ayri yashash juda qiyin kechdi, lekin o'ziga boshqa yo'l qoldirmadi. Ko'zlagan materialini o'rganishga majbur edi va xonasida uni chalg'itadigan narsa yo'qligi ayni muddao bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan u fikr e'tiborini bir joyga jamlay boshladi va bora-bora tashqi xalaqitlarsiz kuniga 5-6 soat vaqtini xonada o'tirib, yangi mahoratni takomillashtirishga muntazam sarflaydigan bo'ldi. To'liq o'rgangunimcha shu mavzu bo'yicha taxminan 18 ta kitobni o'qib tugatdim.
eslaydi dasturchining o'zi. Shu alfozda o'tgan 2 oy mobaynidagi o'qib o'rganishlardan so'ng Ben ancha murakkab Dev Boot Camp'ga, ya'ni haftasiga 100 soatlik web ilovalarni dasturlash kursiga qatnay boshladi. Dastur bo'yicha izlanayotganda u Dev dasturini hayotidagi eng og'ir ish deya baholagan Princeton doktorantini uchratdi. Ishga butun tayyorgarligi va yangi egallagan teran ishlash mahoratini bag'ishlagan Ben dasturni a'lo darajada o'zlashtirdi. Ba'zilar mutlaqo tayyorgarliksiz kelardi. Diqqatlarini jamlay olmay o'z vaqtida biror tayinli narsa o'rgana olmasdi, deydi u. U bilan dasturda o'qishni birga boshlagan talabalarning yarmigina kursni vaqtida tamomladi va nihoyat teran mehnat o'z samarasini berib, Ben nafaqat kursni muvaffaqiyatli bitirdi, balki o'z guruhida eng yetakchi talaba bo'la oldi va San-Fransiskodagi 25 million dollarlik boshlang'ich sarmoyaga ega texnologik startapga dasturchi bo'lib ishga joylashdi. U moliyaviy maslahatchi sifatida ishni topshirgan vaqtda bundan atigi yarim yil avval yiliga 40 ming dollar topardi. Kompyuter dasturchisi sifatida yangi ishi esa unga 100 ming AQSh dollari olib kelar. Bu mablag' uning mahorat darajasiga qarab Kremniy vodiysi bozori bilangina cheklanib qolmay, uzluksiz o'sishi aniq edi. Ben bilan oxirgi marta gaplashganimda u yangi lavozimida muvaffaqiyatli ishlayotgan edi. Teran ishlashning yangi fidoyisi ofisi qarshisidan uy ijaraga oldi. Bu esa unga ertaroq hech kim kelmasdan avval va chalg'imasdan ishlab olishga imkon berardi. Ba'zi kunlari dastlabki uchrashuv oldidan 4 soat mobaynida diqqatimni jamlab olaman, deydi Ben. Keyin tushdan so'ng yana 3-4 soat. Men bu yerda diqqatni nazarda tutyapman. Na elektron pochta, na Hacker News, ya'ni texnologiya muxlislari orasidagi ommabop veb-sayt. Faqat dasturlash, deydi u. Eski ishida kun davomida vaqtining ba'zida 98%ni internetda daydib o'tkazgan Jasonning bunday o'zgarishi hayratlanarli tuyuladi kishiga. Jason Benning hikoyasida muhim bir ibrat bor. Teran ishlash shunchaki yozuvchilar va 20-asr boshlarida yashagan ba'zi faylasuflarning nostalgik mayllari emas, balki bugungi kunda juda katta qiymatga ega mahoratdir. Buning 2 sababi bor. Birinchi sabab o'rganish bilan bog'liq. Axborot iqtisodimiz tez o'zgaruvchan murakkab tizimlarga bog'liq. Ben o'rgangan kompyuter dasturlash tillari 10 yillar oldin yo'q edi va ehtimol 10 yildan keyin eskirar. Shu kabi 90-yillarda marketing sohasiga kelgan kadr bugun raqamli analitikani o'zlashtirishi zaruratini bilmasligi mumkin. Iqtisodimizda kerakli kadr bo'lib qolish uchun murakkab narsalarni tezda o'rganish mahoratiga ega bo'lishingiz kerak. Bu vazifa esa teran va astoydil mehnat talab qiladi. Agar bu qobiliyatni parvarishlamasangiz, texnologiya rivojlanishi bilan ortda qolib ketishingiz hech gap emas. Teran ishning ahamiyati borasidagi ikkinchi sabab shuki, raqamli tarmoq inqilobining ta'siri ikki tig'lidir. Agar siz biror foydali narsa ishlab chiqarsangiz, mahsulotga talabgorning, masalan, ish beruvchilar yoki mijozlar cheki bo'lmaydi va bu yutug'ingiz salmog'ini oshiradi. Boshqa tomondan, agar ishlab chiqarayotgan narsangiz sifatsiz bo'lsa, unda muammoga duch kelasiz. Chunki mijozlaringiz internetda yaxshiroq muqobilini osongina topib oladi. Kompyuter dasturchisi, yozuvchi, marketolog, maslahatchi yoki tadbirkor bo'lasizmi, sizning holatingiz Freyddan o'zmoqchi bo'lgan Jungnikiga yoki startapda muvaffaqiyatga erishish uchun qizg'in ishlayotgan Jason Bennikiga o'xshab qoladi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun qo'lingizdan kelgan mutlaqo a'lo narsani ishlab chiqishingiz kerak. Bu esa astoydil ishlashni talab qiladi albatta. Teran mehnatga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib boryapti. Sanoat iqtisodiyotida teran ish juda muhim bo'lgan kam sonli malakali ishchi va professional qatlam mavjud edi. Boshqa aksariyat ishchilar esa chalg'imay diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantirmasdan ham samarali ishlay olardi. Ularga sifati past mahsulot uchun haq to'lab kelindi va 10 yillar davomida bu holat o'zgarmay qoldi. Lekin axborot iqtisodiyotiga o'tishimiz bilan aholining katta qismi borgan sari aqliy mehnat kishilariga aylanib boryapti. Teran ish, garchi ko'pchilik bu haqiqatni anglab yetmagan bo'lsa-da, asosiy omil sifatida tanildi. Teran ishlay olish eskirgan,
bugungi kunda ahamiyatini yo'qotgan mahorat emas, aksincha u sur'atni maromida saqlay olmaydiganlarni tupurib tashlaydigan global raqobatli axborot iqtisodiyoti muhitida oldinga intiladigan har bir kishi uchun eng zarur malakadir. Haqiqiy mukofot Facebook'dan mahorat bilan foydalana oladiganlar uchun emas. Bu sayoz ish. Istalgan odam eplashi mumkin. Balki xizmatni innovatsion taqsimlaydigan tizimlarini ishlab chiqa oladiganlar uchundir. Bu esa teran o'ylaydigan vazifa. Hamma ham eplay olmaydi. Teran mehnat shu qadar muhimki, biz uni Erik Barkerning so'zlari bilan 21-asr gegemoni deb atashimiz mumkin. Hozirgacha ikki jarayon haqida gapirdik. Biri teran ishning kamayib ketayotgani va ikkinchisi uning qiymati tobora o'sib borayotgani. Teran ish gipotezasi. Teran mehnat qilish qobiliyati tobora noyoblashayotgani bilan bir vaqtda iqtisodiyotda o'ta qiymatli bo'lib bormoqda. Oxir oqibat bu mahoratni shakllantirib ish tarzining mazmuniga aylantirgan oz sonli kishilar muvaffaqiyat qozonadi. Mazkur kitobni yozishimdan ikki maqsad ko'zlangan. Ya'ni teran ish gipotezasi chinakam haqiqat ekanligiga sizni ishontirish va kasbiy hayotingiz asosiga teran ishni qo'ygan holda miyangizni charxlash va ishlash tarzingizni o'zgartirish orqali teranlikdan foydalanish borasida amaliy ko'rsatmalar berish. Oxirgi 10 yillikni qiyin vazifalar ustida diqqatni jamlash qobiliyatimni takomillashtirishga sarf qildim. Bu qiziqishimning manbasiga kelsak, men diqqatni jamlay olish eng zarur kasbiy mahorat hisoblanuvchi Massachusets Texnologiyalar institutining, ya'ni MTIning hisoblash nazariyasi guruhida doktorlik kurslarida o'qigan nazariy kompyuter fanlari mutaxassisiman. Shu yillar mobaynida MacArthurning Daholar stipendiyasi sovrindori, MTIga yosh vaqtida professor sifatida jalb qilingan kishi bilan bir joyda yashadim. Bu nazariyotchi mutaxassisning mehmonxonada atrofiga bir guruh olimlarni to'plagancha elektron doskaga uzoq tikilib o'tirganiga guvohi bo'lardim. Bu soatlarcha davom etar. Tushlik qilishga chiqib qaytib kelsam, hamon tikilayotgan bo'lardi. Bu g'alati professor bilan muloqot qilish juda mushkul edi. Chunki u Twitterdan foydalanmas. Agar sizni tanimasa, xabar jo'natishingizdan naf yo'q edi. O'tgan yili bir yil ichida naq 16 ta maqolasini nashr qildirdi. Diqqatni jamlashga bu qadar muhkamdan ketish talabalik yillarimda odatiy hol edi. Shuning uchun teranlikka jiddiy qarashimning hech ajablanarli yeri yo'q. Blogimdan boshqa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda hisobim yo'qligi do'stlarim va kitoblarim ustida birga ishlagan ba'zi noshirlarning hafsalasini pir qilardi. Internetdan ham ma'lumot izlamayman. Yangiliklardan uyimga eltib beriladigan Washington Post gazetasi va Milliy jamoat radiosi orqali xabardor bo'laman. Umuman aytganda men bilan ham bog'lanish qiyin. Shaxsiy veb-saytimda elektron pochta manzilim ko'rsatilmagan va hatto 2012-yilgacha mobil telefonim ham yo'q edi. O'shanda ham homilador rafiqam o'g'limiz tug'ilmasdan oldin telefon olasiz deb turib olgach, majburlikdan sotib olgandim. Alal-oqibat teranlikka ishtiyoqim o'z mevasini berdi. Kollejni tugatganimdan keyin 10 yil ichida 4 ta kitob nashr ettirdim. Falsafa doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Yuqori baholangan ilmiy maqolalar yozdim va Georgetown universitetida professor sifatida doimiy ishga qabul qilindim. Bu katta ishni butun ish haftasi mobaynida deyarli har doim soat 5 uzog'i 6 gacha davom ettirardim. Shunday tig'iz vaqtda ham ishlashning imkoni bor, chunki bo'sh vaqtdan samarali foydalanishga ishonganim uchun sayoz ishlarni kamaytirishga astoydil intildim. Kunimni sinchkovlik bilan tanlagan teran ish doirasida rejalayman. Bunda sayoz mashg'ulotlar ish jadvalimning eng ahamiyatsiz kichik qismidan joy oladi. Kuniga 4 yoki 5 soat, haftasiga 5 kunlik chalg'ishlarsiz to'g'ri yo'naltirilgan diqqat ko'p foyda keltirishi mumkin. Teranlikka bo'lgan ishtiyoqim kasbimga taalluqli bo'lmagan masalalarda ham qo'l keldi. Ko'pincha ishdan uyga qaytgan paytimda tonggacha, ya'ni yangi ish kunim boshlangungacha kompyuterga yaqinlashmayman. Istisno sifatida bolalar uxlagach yuritadigan blogimni aytishim joiz. Elektron pochtaga bir ruvga kirib chiqish yoki ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez sayr qilishdan tiyilib, ulardan tamoman aloqani uzishim kechqurun rafiqam va 2 o'g'lim bilan vaqt o'tkazishimga va ularga kitoblar o'qib berishimga imkon berdi. Muxtasar qilib aytganda, hayotimda chalg'ishlar kamligi insonlar umrini tobora yemirib borayotgan asabiy aqliy energiya tubidagi shovqindan xalos etadi.
Zerikib qolishdan hech ham tashvishlanmayman. Bu ham ajoyib ko'nikma bo'lishi mumkin. Ayniqsa, erinchoq yoz tunlarida radioda uzatilayotgan milliy jamoa o'yinini tinglab o'tirish. Ushbu kitobni mening teranlikka nisbatan ishtiyoqim va bu yo'lda biron ish qilishimga yordam bergan strategiyalarni yoritish va tushuntirib berishga urinish deb atash mumkin. O'ylarimni so'zga ko'chirdim, toki hayotingizni teran ish doirasida qayta qurishingizda men ko'rsatgan yo'l yo'riqlarim yordam bersin. Lekin bu hali hammasi emas. Fikrlarimni qog'ozga tushirish va tiniqlashtirishdan tag'in bir maqsadim o'z shaxsiy tajribamni yanada mukammallashtirishdir. Teran ish gipotezasini anglashim muvaffaqiyatga erishishimga yordam berdi. Biroq o'zimning yashirin imkoniyatlarimni to'liq yuzaga chiqardim deb o'ylamayman. Keyingi boblardagi g'oya va qoidalar bilan oshno bo'lib, oxir-oqibat g'alaba qozonayotgan paytingiz ishonch bilan ayta olamanki, men ham ishlayotgan bo'laman. Yuzakiliklarga barham berayotgan va bor kuchimni teranroq ishlashga qaratayotgan bo'laman. Ushbu kitobning yakunida qanday qilib ildamlayotganimni bilib olasiz. Karl Jung psixiatriya sohasida inqilob qilmoqchi bo'lib, o'rmondan boshpana qurdi. Uning Bollingen minorasi puxta mulohaza qilishni rivojlantirish, uning yordamida dunyoni o'zgartirgan ajoyib ijod mahsuliga asos solingan maskanga aylandi. Keyingi sahifalarda sizni o'z shaxsiy Bollingen minoralarimizni qurishga, chalg'ituvchi dunyoda chin qiymat hosil qilish mahoratiga ishlov berishga, o'tgan davrdagi eng samarali va ahamiyatli shaxslarning teran hayot, yaxshi hayot degan haqiqatini anglashga chorlayman.